Assalomu alaykum. Urganch Metan servis obunachilari. Servisimizda ishlarimiz davom etib turibdi. Bugun 12 aprel 2025-yil. Bir ay bo'ldi o'xshida video qo'ymaganimiz ham YouTube'a. Xudo xohlasa. Endi stabilni qo'yib borishga harakat qilamiz. Chunki safar chiq, gal vaqtimiz bo'lmaydi. Bir stabilni video qo'yib bormoqqa. Tak, bugungi avtomobillarimiz Tracker avtomobili. Trackerlar hammasi turbina bo'ladi. Buniki bodam biladi. Atmosferli varianti yo'q. Ko'chkar bo'lib turibdi. Avtomobilimizda stak оборудование bilan полностью full komplektatsiyada propan установка qilib boryapmiz. Injektorlar sportli variantda bo'ladi, xudo xohlasa. Hech chiqarmaslik uchun hamma vaqtini Fogamen shlanka. Fogamen shlankaning polskiy variantidan qo'yinglar iloji boricha. Uni ham Xitoy varianti bor. Xitoydan qo'ysangizlar 1-2 oydan keyin isbar beradi. Shuning uchun polskiy variantini установка qilinsa, mo'shni bo'ladi. Hit bo'lmaydi hech nechik. Reduktorlarni İtalyanski variantda Nordic reduktorlarni установка qilib beramiz. Kompyuterga keladigan bo'lsak, Stack Kunix variantda установка qilib beramiz. Stack Kunixni turbina avtomobillarga qo'yishning afzalligi tabloda cheklanib, ashikka berib yopmaydi. Tabloda cheklanib yotsa ko'p odam yoqmaydi, buni biladi. Chiqdi raundni odam o'dirgan g'ashi keladi deyman, shunday variant bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha Stack Kunix bilan qo'ysangizlar, turbina avtomobillari mo'shin yürüydi, iyi aşıkkeler berbatmaydi. Bu avtomobilimiz balon kısmına geladigan olsak, zapas yanından 48 litrlik turistik balonlarla ustanışga qilamiz. Termoturistlar bilan 100% montaj qilinadi. Kia Seltos avtomobili atmosferli motor oladi, lekin 2 litrlik motor. 2 litrlik. Ob'yom kuchli bo'lgani uchun sportli variantda bunga injektorlar bilan ustanishga qilingan. Hozir yana ishlab turibdi, chiqirdan sesini eshitib turibsizlar. Fogamen shlankalar bilan ustanishga qilingan. Ekstra reduktor ham bor qiling. Ustanishga qilingan. Avtomobilimizdan Stack Kunix bilan ustanishga qildik. Chunki tabloda cheklanib yotmaydi, ashikkalar berib yotmaydi, xudo xohlasa. Yurishlari mo'shtin bo'ladi, ideal bo'ladi. Hozir kompyuter diagnostika ishlariga ketdi, bu avtomobilimiz tayyor bo'lgan. Balon qismına keladigan olsak 90 litrlik bilan ustanishga qilib berdik. Shu 90 litrlik bilan xudo xohlasa 250 sredniy plus minusi bilan yurib boradi. Kilometr shaharning ichida. Tak dalniya yurman desa 350 adım yuradi. Заводской поставкаlar установка qilingan, balonni chapmaydi, balona batmaydi. Kia Seltos Tracker avtomobillari metan установка qilgan vaqtda 3 dona 30lik ham qo'ysa oladi, bir dona 90lik, 80lik, 75, 65 qo'yaverasiz. Xullas, bagaj genkasini desangiz 3 dona 30lik yo'q. Arzonroq variant, budjetli variant desangiz 90lik, 80lik, 65lik qo'ysangiz bo'ladi. Bu avtomobilimiz 90lik установка qilingan, klientning xohishiga qarab o'zlaringizni xohishingizni qarab uстановка qilaverasizlar. Nexia bir avtomobili. Balonni so'rab o'tgan ekan, buni ham zamin qilyapmiz. Videoga olib ketaverik. Tak, kelaverasizlar, xullas telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Servisimiz ishlab turibdi.